9 kuchli motoblokda original variantidan so'ragan mijozlarim uchun dizelli hamda benzinli variantdagi Kentavr 9 kuchli motobloklarimizni do'konimizga yetib kelgan. Video davomida shular obzorni qilib, narx-navosi ma'lumoti bilan yoritib beramiz. Hoziroq shu videomizga bittadan like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosib, 25-avgustgacha kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, hozir aytiladigan narxlardan 200 ming so'mdan chegirmalarni qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyati to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni bo'ladi. Sizlarga hozir dizelni hamda benzinli motoblogimizni to'liq obzorlan qilib, narxlari bilan yoritib beramiz. Birinchi o'rinda akalar motor qismidan tanishtirishni boshlaymiz. Motor qismlari 178 salalka motorlar bilan jihozlangan motoblogimiz hisoblanadi, ko'rishingiz mumkin. Oldi tomonda rushnoylari bor, rushnoy tortib ham bemalol yurg'izib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Xo'p, benzinga nisbatan salalkani bilasizlar, rasxoti oz, quvvati baland hamda issiq kundan cho'mchak qizimaydigan holatda bo'ladi akalar. Oldidagi farala sistemalarini ko'rishingiz mumkin, juda ham bagati, sifatli qilib ishlangan, qora bagati rangda bo'ladi. Xo'p, motorni sovutadigan o'zida ventilyator tizimlari bor, oldi tomonda ventilyatorlar bilan jihozlangan. Balon qismlari 512. Ko'p joylarda bu 9 kuchli motoblogimizni rollari kalta yoki motori kichkina, quvvatsiz variantini ham sotishyapti. Biz sizlarga 1 yildan garantiyasi bor original salalkali motoblog tavsiya qilamiz. Rollari o'ngga, chapga, pastga, tepaga aylanadigan variantida mana. Mahsulot ham 26-yilda mahsuloti. Kentavr firmasini bilasizlar, ishlatganlar sifatini, ishlashini, kachestvasini juda yaxshi bilishadi akalar. Skorslari oldiga 2 ta, orqaga bitta skorslari bor. Gazlarni ko'rishingiz mumkin. Gazlari ham o'ziga tayyor qo'yilgan holatda bo'ladi. Qishloq xo'jaliklariga ham bemalol jatka, karcher, dori sepadigan apparatlarni ham ustunovka qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Tepa tomonda knopkalari bor, ko'rishingiz mumkin. Muftalari, orqa zapni skorslari ham yo'qlari o'ziga qo'yilgan. Komplektida kulish dokumentini komplekt qilib qo'shib beramiz. Undan tashqari frezalari bor. Frezalari ham original frezalar bilan jihozlangan, ko'rishingiz mumkin. Yonbosh tomondan bo'linadigan variantda bo'ladi. 4 qator, 5 qatorli original freza bo'ladi. Ko'p joyda bu freza qismini ham, prostoy variantini ham sotishyapti. Biz sizlarga original frezalar bilan tavsiya qilamiz. Yediriladigan variantini, sinadigan variant bo'lmaydi. Narx-navosi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, $530 1 yil garantiyasi bilan 9 kuchli salalkali motoblogimizni qilib beramiz obunachilarimiz uchun. Endi ukam bizga salalka muammo benzinli variantidan bo'laversin degan mijozlarimizga 177 motor benzinli Kentavr motoblogimiz ko'rishingiz mumkin. Rollari uzun modelda, pastga, tepaga, yonboshga legirovka bo'ladigan modelda bo'ladi. Balonlari 512, vozdixlari maslinli bo'ladi. Bunga avtol quyib bersizlar, tashqaridan kirgancha shu yerda qolishini hisobiga anchagina uzoq xizmat qilib beradi. Buni ham faralarni ko'rishingiz mumkin, bagati sifatli holatda bo'ladi. Statorlari ham katta statordan, akkumulyatorlari ham geli va akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Balonlari 512, motor qismlari 77, 9 kuchli bo'ladi. Rollari pastga, tepaga legirovka bo'ladigan variantidan. Kentavr firmasidan knopkalari ham yo'qlari o'ziga tayyor qo'yilgan holatda bo'ladi. Narx-navosi keladigan bo'lsa, obunachilarimiz uchun $470 1 yil garantiyasi bilan 9 kuchli rollari uzun variantdagi motoblogimizni qilib beramiz. Qolganlar uchun 4 million so'm, 4 million 500 ming so'mga ham 9 kuchli motobloglarimiz bizda bor. Har xil assortimenti mavjud. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyati to'g'risida bo'ladi. To'liq ma'lumotlarini pastki raqamlarga aloqaga chiqib bemalol olishingiz mumkin. Dastavka xizmatlarini butun O'zbekiston bo'ylab kelishtirib qilib bera olamiz. Pastki raqamlarga aloqaga chiqsanglar ham bundan-da to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Shunaqangi motoblog hamda mini traktor oqtarib yurgan tanishlarga akalar jo'natib qo'yishni shu videomizni.